Ha, mana shunaqa gaplarni eshitib qolyapman. Fil qotib qolgan, ahli qutlanib qolgan odamlar bor. Shu jannatga oshiqlar degan darsda olishadi-da. Shu noto'g'ri talqin qilib odamlarni shu fitnaga chaqiryapti, fitna o'chog'iga o'tin qilishyapti. Albatta bunga norozimiz, bu noto'g'ri. Endi masalan, kim shunaqa qilyapti? Bu darsimizdan kim shunaqa qilib foydalanyapti? Radikallar, qurolni qo'liga olganlar, qurol yo'lini o'ziga yo'l qilib tushirib olganlar, ana shu fitnaga, jinoyatga aralashib qolganlar. Ana shu odamlar bu ma'ruzamizni olyapti-da, o'zining maqsadi yo'lida foydalanishyapti. Eshitib qolyapti shu narsalarni. Albatta bu narsaga rozi emasmiz. Chunki bu Abu Xudomaning qissasi, o'sha jannatga oshiqlar degan darsimizdan bu narsani maqsad qilmaganmiz biz. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar ukalar. Bu darslar qachon aytilgan? 2007 yo 2008. Endi bu fitnalar qachon boshlandi? 3-4 yildan keyin, 10-11-yillar. Qaranglar, o'sha bu dars aytilgan paytda bu hozir mana shu yerlarda bo'layotgan fitnalar yo'q edi. Shuning uchun bu darsda u fitnalarga aloqasi yo'qligi shundan ham ko'rinib turibdi. Bundan tashqari bu fitnalar boshlangandan keyin shu 10-11-yilda boshlandimi? Bizning munosabatimiz aniq, ravshan qilib aytganmiz. Ustozlarimiz aytgan, bu fitna, bunga aralashmaslik kerak, bu noto'g'ri degan, o'sha narsani biz mahkam ushlaganmiz va shuni aytganmiz. Va vaqt ham ko'rsatdi mana shu narsani fitnaligi, o'sha tutgan mavqifimizni ustozlarimiz aytgan yo'lda to'g'ri ekanligini vaqt ham isbotini ko'rsatdi. Endi o'sha ilmsiz yoshlar bor, g'ayrati bor, dinga muhabbati bor, lekin tajribasi yo'qligi sababli o'sha fikrlarga aldanib qilayotgan ishini jihodda yurishdi-da, shunga aralashib qo'yganlar. Ya'ni musulmon odamni qonun to'kishlikda jihod deyishyapti. Qanaqa qilib jihod bo'lsin bu? Musulmonda qonun to'kishlik jihod emas. Bu eng katta gunohlardan. Payg'ambarimizning hadisi bor-ku. La yazalal mu'min fi fushatin min dinihi degan hadis. Ya'ni musulmon odam dinida kengchiligida, bemalolchilikda bo'ladi, modomiki bitta bir musulmonni yoki bir qonun oqizmagan bo'lsa, harom qonun oqizmagan bo'lsa. Boshqa hadisda bor, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Idal taqa muslimani bi sayfayhima." Agar ikkita musulmon qilichi bilan bir-biriga o'qtalib kelsa, bir-birini o'ldiraman deb. Fal qotil va maqtul finnar degan bu payg'ambarimiz. O'ldirgan ham, o'lgan ham do'zaxda bo'ladi. Chunki o'ldirgan shu do'zaxga tushsa, o'lganida nima ayb bor Rasululloh deganida sahobalarga Rasululloh aytganlarki, "Ha, u ham bir musulmon birodarni o'ldiraman deb kelyaptimi? U ham niyati shunaqamidi? Qanaqa qilib musulmonni qonun o'qitishlik jihod bo'lsin?"